Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bittadan like bosib, kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirib turinglar. Inshaalloh bugun sizlarga mana shunaqa semiz sovg'alarni Zafarjon aka bilan qo'ldan kelgancha chiroyli obzor beramiz. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Bormisiz aka? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr, rahmat. Xalq xizmatida. Rahmat aka. Hop, xudo xolisa bir 70 dona sovlig'imiz bor. 10 ta qilib, 15 ta qilib chiqarib partiya qilib beramiz. Barakasi bersin. Xo'p, birinchi o'rinda et ko'zimga tushdi buni baribir aka. Badan zo'r, illarroq qo'ylardi. Semiz aka qo'ylar xudo xolisa. Akalar mana dumbalari, etlari, bo'ybasilariga ahamiyat berishlari mumkin. Oriq yo xuniga chiqib ketgan qo'ylar emas. Bemalol zarildan so'ysa ham bo'laveradigan holatda. Ha, badan yaxshilari bor mana. Zarildan emas, o'zi yetilib qolganlari ham bor ekan. Yetilib qolgan. Hurmatli obunachilar, mana har tarafdan ko'rishlari mumkin. Ikkita sarig'i bor ekan. Ikkita sarig'i, ikkita ko'ki bor ekan. Xudo xolisa mana badallari. Qachon keldi bular o'zi aka? 4 kun bo'ldi, Ilarbek. 4 kun. Sinovda o'tdi, ishlar zo'r ekan. Kerakcha sinov olsangiz, ha? Ishlari zo'r ekan. Yana 5 kun sinovga yana bor. Yana sinov bor, hurmatli obunachilar mana. Bo'ybasilar nechaga beramiz buni aka? Bo'y 80 chiqorsa kerak. 80 chiqorsa kerak. Ham taxmin 80, 75 pilsga olishaveradi. 80 chiqib qoladi, xudo xolisa qo'ylar, hurmatli obunachilar. Buni badanini qaranglar. Mana. O bittasini ko'rdim, buni qo'yib pachga bordi mana shu ko'k qo'y. Pachga bo'lib yetilib yoribdi. Qo'chqorga ham tayyor shekilli aka. Qo'chqorga ham tayyor. Chiroyli qo'chqorni qo'shsa ham bo'laveradi. Mabodo endi 1 oy tejab yorishsa, yana ham zo'r bo'ladi. Yana ham zo'r bo'ladi, xudo xolisa haligi. Buni monolar ham juda to'lib baquvvat bo'ladi, hurmatli obunachilar. Tavsiya qilamiz 1 oy tejab shu sezoniga qo'shsa ham bo'laveradi aslida. Bittadan chiroyli qo'zisini olib yemga solsa ham. Manaki oriq qurib qolgan qo'ymasda. Ha. Endi oriqlari ham bor, uni ham chiqaramiz. Ha, bor. Narxi bilan hammasi. Xudo xolasa. Xo'p, kamchiligini ko'rmadingizmi birinchi o'rinda? Zo'r ekan. Kamchiligi bo'lmasa, umuman muammo yo'q. Boqishadi baribir obunachilarimiz. Hurmatli obunachilar, xohlang bolasini oling, xohlang shunda yemga solsa ham yem ko'taraveradi variantda. 2 oy atrofida bo'lgan qo'zidan ajragan. 1 oydan o'tganda o'zi badan aytib qo'ylar. Hurmatli obunachilar, sezon keldi. Har videoda aytyapman, hozirgi sezonda qisir olib yo bo'g'oz qilib sochish kerak, yo go'sht yo'nalishida boqish kerak akalar. Shu ikkalasidan bittasini qilsalaring hozirgi kunda inshaalloh yaxshi effekt beradi. Agarda narxini yaxshi narxda qilib berilsa, narx zo'r bo'ladi. 400 ming bo'ladi. Nech pul qilib beramiz aka? Yillar 43 dan beraveradi. 43 dan. 43 dan 10 dona bir joy bo'lsa, Plus tomon dastlabki Toshkentgacha, Samarqandgacha qilib beraman. Sal kelishtirib bermaysiz, o'zi narxni yaxshi qo'ydingiz, qo'ylar ozg'in emas aka. 4,5 dan emas, 43 dan Plus dastlabki Samarqandgacha bir joyga olsa xayriga o'tib ham. Ozgina kelishtirib bering aka. Yaxshi-ku. Yo'q, o'zi narx yomon emas. Masalan, uni eti, uni bo'ybasilari zo'r. Faqat obunachilarga bir chiroyli narxda qilib bering. Hop. 10 ta bir joyga bo'lsa, bittadan tanlab olsa, o'sha 43 dan. Hop. 10 ta bir joyga bo'lsa 4,200 dan. 4,200 dan Optimaga xayrini ham qilib berasizmi? O'tib ham beraman, dastlabki ham qilib beraman. Baraga mana, hurmatli obunachilar, 4,200 dan o'tib ham beriladi. Inshaalloh aloqaga chiqinglar. Vaqti bosib tursa obunachilaringiz chiroyli chiqaradi narxlar. Xudo xolasa. Birinchi marta chiqishimiz emas, Zafar akamlar bilan inshaalloh oldinlari ham video qilganmiz, hurmatli obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab kelishgan. Bu safar ham inshaalloh chiroyli paddeshga kutib qolamiz. Keyingiga qanaqasini olib chiqamiz aka? Bundan sal oriqroq no'tcha qo'ylarimiz bor. Chiqamizmi? Ketdik bo'lmasa. Xudo xolsa bulardan chiqarib beramiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga ko'rishlari mumkin kashtanni zo'rlaridan. Kashtan sovet hammasi. Son nechta buni Zafar aka? 25 ta. 25 dona. Xudo xolasa mana etlari, rang-ro'ylari, bularniki ham holatlari yaxshi holatda. Sifatga o'tkir qo'ylar. Badanni qaranglar ana akalar. Hammasi boladan chiqqan qo'y, hammasi suti bilan turibdi. Hali yungi oldinroq olingani ham yaxshi bo'pti, qarang aka. Hali chiroyli bo'lib qoldi qo'ylar. Mana 25 dona, xudo xolasa yeb ishlariga kafolat aka. Zo'r ekan. Buni ham 5 kun sinovi bor. Jon Allohga. 5 kun sinovga bemalol turib beraveramiz. Xudo xolasa yeb ichmasa boshqa bo'lsa aka. Yo'tali bo'lsa, yeb ichmasa 5 kunda almashtirib beraveraman, muammo yo'q. Barakasi. Barakasini bersin aka, avvalo hech kimda muammo bo'lmasin. Ha, shuqacha endi hech kim noliga yo'q. Qo'ying u yokan, bu yokan deb. Endi masalan akalar,
yo'tali, boshqa deymiz. Yo'tal ham 99% holatlarda hozirgi kunda uni bedani changidan ham bo'lyapti zabaraga. Endi olgan odam jicha ozgina mehr beradi-da har narsaga. Endi yeb ichishi deymiz. Yeb ichishi masalan, mabodo yemasa o'sha 5 kunning ichida vazirat almashtirib berishlari bo'ladi. Endi o'ldirib, bo'ktirib, qo'l oyog'ini sindiradigan bo'lsangiz, u olgan odam boquvchining aybi hisoblanadi. O'sha taraflariga ham e'tibor beriladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, bularni ham aka sinovlari kerakchi bo'lib shekilli bo'lmasa? Ha, bular 5 qo'rqmasdan 5 kunga yana deyapsiz. Sinov bor, o'zim ham sinab ko'rib keyin chiqaryapman. Xudo xolasa, bu qo'ylarni men yeb ichishini o'zi asli qisqa sovliqda kamchilik shu paytgacha juda kamdan kam ko'rganman. Bo'ladi. Avvalo bo'lmasin. Ochopatroq bo'ladi-da bu. Ha, buni yeb ichishi xudo xolasa ko'z tegmasin. Ba'zilari buni zo'r narsalar. Buni nech puldan qo'yib beramiz aka? Bu 4 dan pastda bo'ladi. Nech pul bo'ladi? 100 pasaytiramiz endi. Sal kelishtirmaymizmi? 100 pasaytiramiz, 39 dan qilaylik. 38 dan qilib yuboring. Bo'ldi, obunachi. Shunday 8 dan qilaylik haligi. Xudo xolasa. Optimaga xayrni qilib berasiz. Bir joyga 25 ta bo'lsa, yana xayriga o'tib beraman. 38 o'zi yaxshi narx. Ha. Bitta, ikkita, 5 ta olaman deganlar telefon qilishaversin, ishlari bitta. Kelishamiz hozir. Baraka, hurmatli obunachilar. Tonlariga alohida baho beringlar. Nimaga? Ertadan keyin bari olgan odam sotadi qachondir. Sotasiz uchun o'zini ham chiroyli beradi bu qo'ylar. Ha, sifatligidan yaxshi hisori qo'ylar. Yaxshilardan olib, yoshini so'ramayapman aka qo'ylarni. Yosh hammasi 3 tuqqan. Ha. 6 tish, 8 tish. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana 3 tadan tuqqan 6 tish, 8 tish qo'ylar. Shoshilib ulgurib qolinglar. Boya aytganimizdek, xohlang qo'chqor qo'shing, xohlang go'shtga yemlang, xohlaganingizni qiling dedi-yu. Bemalol aloqaga chiqib berib yuboring hamma. Savdosini qilsalaring bo'ladi. 3-partiyamizni olib chiqamizmi aka? Ha, 5-6 ta sovlig'imiz bor, pulini yengil qo'yib beramiz. Ketding o'shalarni olib chiqamiz. Rabaraga men bularni yeb ichishini so'ramay qo'rar ekanman. Ha, ajdaho. Mana hurmatli onachilar, idish orqasidan qo'shnidan bilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa yeb ichishlarni boya aytganimizdek muammo bo'lmasligi kerak, xudo xolasa. Xudo xolasa sinovlari bor. Nechta buni soni? 10 dona. 10 dona mana bir parcha, hurmatli obunachilar. Suyakli narsalar ekanlar akalar. Qaranglar. Og'riqroq. Bolada yaqinda ajragan hammasi. Suti bilan turib shekilli-ku. Suti bilan turibdi shunaqa. Mana Mana sariq qo'y ikkita bola boqqan qo'y. Ha, egizakchimi? Egizak bolasida qolgan edi. Egizakchi. Hurmatli obunachilar. Chaqarproq qop. Yeyishga o'tib, qonini qarang qo'ydi. Ha, yo'q, xudo xolasa akalar. Zo'r qo'ylar. Arzon qo'yilyapti. Olib, bolasini olgani boqsangiz ham bo'laveradi o'zi aslida. Haligi 8 tish qo'y qari deyshadi-yu, o'zi eng opitli qo'y. Eng o'sha bolani yaxshi boqadigan qo'y o'sha 8 tish atrofidagi qo'ylar hisoblanadi akalar. Bu opit bo'lib qolgan bo'ladi-da bunda. Shunaqa, bola boqish bo'yicha haligi tajribasi bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bo'ylarni 80 ga berib ekanmiz. 75-80. 75 dan baland bo'lsa kerak. O'lchab ko'rmadik, lekin baland. Ha. Qo'ylar yaxshi, oyoq qo'l uzun. Kelganda bir qadar o'lchab olaverasiz, hurmatli obunachilar, lekin 75 dan baland bo'lishi kerak qo'ylar. Turishidan yirik ko'rinib turibdi-da. Bir qator kelganda bir tekshirib olaveradi. Badani ham ko'rib olsa yana ham zo'r bo'ladi. Badani ham nargilarga nisbatan og'riqroq, lekin qurib qolmagan ekan-a. Dumbalari bor qo'ylar. Suv yugurgan, hurmatli obunachilar. Yem bersangiz, yem yuqadi. Zabar aka, sizga savol. Hop. Ozg'in qisir sog'liq necha oyda semiradi aka? Men bundan 1-2 yildan boqmay qo'ydim. 2 yil oshiqroq oldin boqqanimda 40 kunda zo'r semiradi. Endi men kecha kommentariy yozishibdi. Umuman bo'lishi mumkin emas. Bir ikkitalashib emizsa ham bunaqa holat bo'lmaydi degan gap so'zlarni aytishdi. Men 110 ta qo'y boqqanman. Oxiri boqqanimda mana shunaqa qo'y 40 kunda yetildirganman. Men masalan ola etlarni 1,5-2 oy oralig'ida deyapman, zapasi bilan o'zim ham boqib yuraman. Shu paytgacha hozir ham boqaman. Hozir ham bor qo'rada. Hozir ham boqaman shunaqa sog'liqlardan akalar. Eng tez semiradigan qo'yni mana shu boladan ajragan qo'ylarni ko'rsatsak bo'laveradi bemalol. Bola so'rib qo'ygan, yemga tashlasangiz tez vastanovleniya bo'ladi, tez o'zini tiklaydi. Qo'ylar zo'r semiradi. Zo'r semiradi. Tez semiradigan shu. Shunaqa akalar. Nech puldan qo'yamiz buni aka? Eldor buni endi narxini zo'r chiroyli qilamiz. Xo'p. 3,5 dan. 3,5 dan. 3,5 dan, ha. Narx yaxshi bo'ldi, optimal olsa xayrni qilib berasizmi? 10 ta olganga qarang, 34 million berishaveradi. 34 dan ketdi. 34 dan 10 tasi 34 million bo'ladi. 10 tasi mana 3 million 400 dan ketdi bir joyga. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz, ulguramiz. Boshqa gapirmaymiz. Sezoniga keldik. Hozir bundan bir
Bir oy oldin qo'zilarga shoshilinglar deb turdik. Hozir buni sezoni Endi buni sezoni keldi. Shoshilinglar akalar, haligi buni ham kutib yurgan akalarimiz juda ko'p. Shuning uchun videoni ko'ryapsizmi? Iloji boricha tepasiga keling, bo'lmasa aloqaga chiqing, ma'lumotlar beriladi. 3.400.000 so'mdan dastlabki qilib beramiz. Xudo xolasa yeb ichishiga yana bir haftagacha, 5 kun bir hafta sinovi bor. Chiroyli vaksinasiyasini qilib boqishaveradi. Jonollohniki. Xudo xolasa. Qolgan joyi hamma yo'q zo'r aka, o'zim sinab ko'rdim. Xo'p. Yo'ltirib qo'ymaydi. Keyingi partiyamiz bormi? Mana shu. Qolganlar junga olinmagan, yana sog'lig'imiz bor, tayyor emas hali. Ha, bo'lmasa kelishsa o'zlari ko'rishaveradi. Zo'r bo'ladi. Barakasi bersin. Hurmatli obunachilar, sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.